Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Demak, Xemis tizimida baholash tizimi balli tizimga o'tkazilganligi uchun avvalgi baho ko'rinishdagi yuklanadigan semestrovkamiz ball ko'rinishiga keldi. Bu yerda endi makrosga o'zgartirish kiritmadik. To'g'ridan to'g'ri dastur yaratib qo'ya qoldik. Bir Umarbek degan ukamiz yaqindan yordam berib, yana baraka topsin, programma yozib berdi. Ushbu programmada quyidagilarni demak inobatga olib ketdik. Demak, Xemis dasturidan fayllarimizni yuklab olamiz va yuklangan fayllarimiz turgan papkani ko'rsatib o'tib ketamiz. Papkani ko'rsatganimizdan keyin va natijani qaysi papkaga saqlang deb so'raydi va ko'rsatishimiz kerak. Natija saqlanadigan papkani ham shu, natija saqlanadigan papkani ham ko'rsatib startni bosib yuboramiz. Hisobot shaklida shakllantirib beradi. Hisobotimiz demak quyidagicha ko'rinishga keladi. Hisobotimizda barcha zamdekanlar uchun, registrator ofis xodimlari uchun kerakli bo'lgan holatga keltirilgan holatda bo'ladi. Mana bo'sh kataklarimiz och sariq rangda, to'r baholarimiz yashil rangda, demak 5 baholarimiz demak qizil rangda bo'ladi. Bunda baholar chegarasi bor, 90 dan 100 gacha 5 deb qabul qilamiz, 70 dan 89 gacha 4 deb qabul qilamiz. 3 baholarda rang bermaymiz. Agar mabodo qayerdadir qanaqadir o'zgarish bo'lgan bo'lsa, bu o'zgarishlarda boshqacha rangda ko'rsatishni ham kiritib o'tib ketganmiz. Bundan tashqari stipendiyalarini hisoblaydi, 30% ni ham byudjetlarimizda mana bu holatda e'tibor bersalar o'zgarish bo'lgani uchun boshqacha rangga kelib qolgan. Buni yana bitta yaxshi tomoni, avvalgi makroslarimizdan farqli o'laroq o'zi faylni o'zi jamlab, o'zi hisobot shaklida hisoblab beradi. 34 degan hisobotimiz bor. Mana shu 34 formani ham demak kim stipendiya oladi, har bittasini bizga qulay shaklga keltirib beradi. Agar kimga shu programma kerak bo'ladigan bo'lsa, pochtadan yozsalaring tashlab beraman. Marhamat, foydalaninglar.